Bugun 24-dekabr. Bugungi kunga holat yaxshi. Hozir namlik yetarli. Endi faqat bitta men tavsiya berib ketaman. Agar yanvar oyida kun iliq bo'lsa, agar suv imkoni bo'lsa, yana bir marta sug'orib olish kerak. Chunki nam zaxirani ham to'plash kerak-da. Endi bahor qanday kelishini bilmaymiz. O'sha yerda kapillar, masalan, u yerda naylar bor, suvni ushlab turar ekan. Shuning uchun imkoni bo'lsa, ertaga yanvar oylarida suv bo'lsa yana bir marta sug'orib olish kerak. Keyin hozir qarayapman, begona ikki pallali o'tlar bor. Hozir kirishda ko'rdim. Buni fevral oyida ikki pallali begona o'tlarga qarshi gerbisidlar bilan ishlash kerak. Mana o'sha fevral oylarida agar shunday bo'lib qoladi, O'zbekiston sharoitida 10, 12, 15 gradus issiq bo'lib qoladi kunduzlari. Mana shamol bo'lmaydi. O'sha vaqt agar ertaroq gerbisiddan foydalanib qolsa, boyagi begona o'tni birdan o'ldirib olsa bo'ladi. Tushunarli? Shuning uchun hozir qiladigan sabab, agar aytayotganim, agar yanvarda suv imkoni bo'lsa, bu endi kecha 2 kun oldin to'xtadi, qor, yomg'ir to'xtadi. Endi namlik shuning uchun katta-da. Lekin pastorg'am sharoitida yana 2 kun, 3 kundan keyin bu namlik qochib ketadi birdaniga. To'g'rimi? Shuning uchun bu namlikni qachon yaxshi g'alla tuplaydi, nam bo'lsa, qachon ildiz fosfordan yaxshi ishlaydi, nam bo'lsa. Tushunarlimi? Shuning uchun namlikni imkon bo'lsa berib turish kerak. Bo'ladi. Dilshod, ketdik.